BYD Chazor 4-pozitsiyada. BYD Chazorimiz 4 ta pozitsiyasi bor, ya'ni bu ko'rib turganingiz 4-pozitsiyasi. Bu faqat navorotlar bilan farqlanadi, zapasli elektr xodi bilan farqlanadi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyasi zapasli elektr xodi 55 km, 3 bilan 4 120 km. Benzin yoqilg'i sarfi 100 km ga 308 qiladi. Bularga 48 litrli baki bor, bitta zapravka bilan 1245 km yuradi. BYD takrorlanmas hamda eplab bo'lmas kompaniya. Mana shu oxiriga surilgan holatida mana aka, odam qisilib qolmaydi. O'zi pastda oxirida turibdi. Ya'ni o'sha uzoqroq yo'lga yurilsa ham bemalol oilaviy ketsangiz bo'laveradi uzoqroqqa. Qisilib, hali qiynalish bo'lmaydi. O'zingizda ham masalan yengil ketasiz, charchatmaydi mashina. Adaptivniy kruz kontrollar bor 4-pozitsiyasida. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bu 450 litrli bagajimiz bor bu yerda. Bularda zapaska bo'lmaydi. BYDlarda faqat kompressor va jitkisi bo'ladi. Bu balon teshilib qolgan holatlarda mana kompressor bilan jitkisi ishlatasiz. Va bukser bo'ladi bu yerda, nimcha va avariyniy значок. O'zida komplektida o'sha ikki xil zaryadniki chiqadi. Bitta 7 kilovatlik bilan va bitta 1.8 kilovatlik zaryadniki chiqadi. BYD Chazor qulayliklarga